Assalomu alaykum. Bizning hurmatli video tomoshabinlarimiz, sizlarni gadjetinglarda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hurmatli video tomoshabinlar, biz ishimizni boshladik. Bugungi sonda har doimgidek eng qiziqarli mavzulardan bittasi battle. Biz boshladik. Hurmatli video tomoshabinlar, hozirgi kunda byudjet segmentlari orasida ikkita asosiy katta bir-biriga qarama-qarshi konkurentlar mavjud. Bu Redmi bilan Samsung telefonlari. Oxirgi paytlarda Malika bozorida yoki texnika bozorida kuzatib turganlar bilishligi mumkin. Oldin, ya'ni taxminan 1-2 yil oldin telefonlar, ya'ni Samsung bilan Redmi orasidagi farq sezilarli darajada bo'lgandi. Samsung qimmatroq, Redmi arzonroq yurgan telefonda. Hozirgi kunda bizani o'zimizni kuzatishlarimizdan kelib chiqqan holda shuni ma'lum qilishimiz mumkinki, Samsung o'zining narxlarini Redmiga moslashtirib tushirdi. Hozirgi kundagi tafovut, ikkita brend orasidagi tafovut u darajada katta emas. Ikkita bir-biriga juda yaqin bo'lgan telefonlar. Hurmatli video tomoshabinlar, stol ustida turgan ikkita telefon, ya'ni Samsung Galaxy A56 5G va Redmi Note 14 Pro Plus to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni ikkita telefonni juda ham yaqindan battle qilamiz va videoning oxirida men o'zim muxlosamni aytaman va men aniq bilamanki, shu ikkita telefon orasida qaysi telefon kimga kerakligi to'g'risida o'zingizlarga to'g'ri xulosa chiqarib, to'g'ri tanlov qilasizlar. Ya'ni texnika olamida Shamuz bilan birgalikda, qorong'ulikdan yorug'likka birgalikda. Demak, hurmatli video tomoshabinlar, qo'limizda Redmi Note 14 Pro Plus modeli va Galaxy A56 5G modeli. Ikkalovi ham 5G modeli. Kelinglar, mana yangi telefonni birgalikda unboxing qilamiz, ya'ni korobkalarni ochamiz. Baribir yangi texnika, yangi telefonlarni ochish boshqachada. Bu ishimizning eng menga yoqadigan joylaridan bittasi. Ko'p telefon obzor qilsa, ko'p telefon ochamiz. Hurmatli video tomoshabinlar, Redmi dan boshladim. Ochishi birinchi bo'lib, ichidan har doimgidek kelinglar nimalar chiqqanini ko'ramiz. 120 vatli tez quvvatlantirgichi 120 simi, telefonning o'zi juda ham noodatiy tarzda ko'rinishi, qo'lga juda yaxshi mos tushganligi, ushlaganingizda qo'l maza qilishi, chiqanaqa katta yoki qalin ingichkalik joylari juda ham aniq tanlanganligi menga juda ham yoqdi telefonni. Rangini ham o'zi bir tekisda, ya'ni однотонный rangi. Ichida har doimgidek korobka dokumentlari. Va telefonni o'zini chexoli. Negadir shu Redmi telefonlari, ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilgan ko'p telefonlar o'zini chexoli bilan sotadi. Ajoyib. Kelinglar, endi ikkinchi telefonimizni ochishga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi telefonimizning ochilishi ham noodatiy. iPhone'dagi ochilishi bu o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. Yangi telefon ochish baribir boshqacha va bu yerda telefonning o'zi. Noodatiy ko'rinish, to'rtburchak, va qo'shimchasiga bizda telefonga beriladigan USB dokumentlari orasida bor. Bo'ldi. Telefon ikkitasi quyidagilardan iborat. Kelinglar, telefonni birinchi bo'lib dizayni va qurilish sifati to'g'risida gaplashadigan bo'lsak. Dizayn, ko'pchilik tashqi ko'rinish telefon o'ziga jalb qiladigan, qo'lda ushlaganda boshqacha odam mazza qiladigan telefon bo'lishi kerak. Kelinglar, birinchi bo'lib Samsung A56 dan boshlasak. Chunki menga haqiqatda Samsung A56 ko'proq yoqdi Redmiga nisbatan. Samsung A56 ning ishlanishi juda ham chiroyli, qirralari yo'q, to'rtburchak holatda. Samsung telefonida alyumin ramka, orqa tomonda Gorilla Glass Victus bilan qoplangan, qalinligi atiga 704 mm. 704 mm bu qalin emas,
Mana qo'limda ushlab turibman, qo'lga juda yaxshi mos tushadi va qo'lda o'tiradi. Telefon qo'lingizda bemalol ushlagandek bo'lasizlar. Har xil ranglari mavjud: qora, kulrang, yashil, pushti. Ammo telefonda bitta kamchiligi bor. Bu ham bo'lsa IP67, ya'ni suvdan himoyasi yo'q, lekin chang va suv zarrachalaridan himoyalangan bo'ladi, lekin suvdan to'liq himoyalanmagan bo'ladi. Bitta kamchiligi bu. Kelinglar endi Redmi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, 14 Pro Plus modeliga o'tamiz. Redmi bu safar dizaynni jiddiy ishlagan, to'g'ri, haqiqatda jiddiy ishlagan. Seryozni telefon qaysidir ma'noda. Faqat menga hozirgi ko'rinishda, shu turishida o'zimning shaxsiy fikrim, kamerasi bo'rtib chiqqanligi, juda katta bo'rtib chiqqanligi meni o'zimga shaxsan yoqmadi. Lekin telefonning o'zi Gorilla Glass 7i bilan qoplanganligi, orqa tomoni dumaloq, qaysidir ma'noda ko'pchiligi yoqishi mumkin, o'ziga jalb qilishi mumkin, lekin menga shaxsan yoqmadi. Orqasida to'rtta katta kamerasi bo'rtib chiqqanligi. Redmi'ni Samsungdan asosiy qiladigan farqidan bittasi bu suvga to'liq chidamliligi, ya'ni IP68 sertifikati borligi. Lekin mana ikkita telefonni yonma-yon qilib ushlab turibman. Telefon Redmi Samsungga nisbatan qalinroq. Redmi'ning qalinligi 885 mm, ya'ni 1 mm dan sal ko'proq bir-biridan farq qiladi. Endi qaranglar, hurmatli video tomoshabinlar, har doimgidek hammani o'zining fikri bor. Sizlarga qaysi telefonni dizayni ko'proq yoqadi? Kommentariyada yozib ketinglar, ko'pchilikga qiziq bo'lishi mumkin. Hurmatli video tomoshabinlar, kelinglar telefonni yoqamiz. Ikkita telefonni ham yoqib, telefonning ekranlari to'g'risida gaplashamiz. Hurmatli video tomoshabinlar, telefonni aktiv holatga keltirib olganimizdan keyin kelinglar ekranlari to'g'risida gaplashamiz. Shu o'rinda bitta gap aytib o'tib ketishim kerak. Redmi telefonlari o'zidan hech qachon aksessuar ayamaydi. Aytib o'tganimdek, 120 vatli zaryadkani o'zi, ustidagi ekranning zashitkasi va chexoli taxminan $50 atrofida turadi. Shu o'rinda Samsung o'zidan ichidan hech narsa chiqmaydi, faqat USB simini o'zi chiqadi. Kelinglar endi ekran to'g'risida ikkalovini ham ko'rib chiqamiz. Ekrani birinchi bo'lib Samsungdan boshlaymiz. Samsungning ekrani 6.7 dyuymli super AMOLED ekran bo'ladi va bu Full HD da 1080 ga 2340 pikselli va 120 Hz obnovleniyasi, ya'ni yangilanishi bo'lib turadi va HDR10 Plus qo'llab-quvvatlaydi. Yaroqlilik darajasi 1900 nitgacha yetadi. 1900 nitgacha yetganligi quyosh nuri ta'sirida ekran ozgincha xiralashishi mumkin va ekrandagi qaysidir elementlar ko'rinishi ozgincha pasayadi. Xo'p, kelinglar endi Redmi Note Pro Plus to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, buni ekrani ozgincha kichkinaroq, 667. Bittasi 607 edi, bittasi 667. Lekin Redmi modeli 1.5K, 1220 ga 2712 pikselli, ya'ni aniqligi yuqoriligi darajasidan 446 ppi bo'ladi. Bundan tashqari ekranning nit darajasi 3000, ya'ni yorug'likka quyosh nuri ta'siridagi telefondagi kichkina elementlarni ko'rinishi juda ham mukammal tarzda ishlangan bo'ladi. Shu o'rinda Gorilla Glass Victus 2 himoyasi bor. Bu ekran ochiq havoda ham mukammal ko'rinadi degani. Ko'rib turibsizlar, ikkita telefonni bir-biridan farqi ekranda katta. Demak, Redmi'ning ekrani aniq, chiroyli, yarki, ya'ni yorqin bo'ladi, lekin Samsung Super AMOLED ham o'ziga xos rangli sifatlarni ajratib turadi. Agar video ko'rish, o'yin o'ynash uchun bo'ladigan bo'lsa, siz hozir bu yerda Redmi'ga katta bitta like bosib ketishingiz kerak bo'ladi. Redmi ekran darajasida Samsungdan ancha yuqoriroq o'rinda turibdi. Ishlash tezligiga keladigan bo'lsak, ishlash tezligi Galaxy A56 da Exynos 1580 protsessoriga ega bo'lib, bu 4 nanometr texnologiyada ishlab chiqarilgan va AnTuTu'da 841 ming ball to'play oladi. Samsung telefoni 8 yoki 12 GB operativ xotirasiga ega va UFS 3.1 ichki xotira
bilan keladigan bo'lsa, qo'shimchasiga ichida yana micro SD kart sloti bor. Uni bemalol ustanovka qilib, yana kart slotni joyini kengaytirsanglar bo'ladi. Telefonni o'zini joyini kengaytirsanglar bo'ladi. Kelinglar, endi Redmi Note 14 Pro Plus bilan keladigan bo'lsa, u Snapdragon 7S 3-avlod protsessoriga ega, lekin u Exynosdan biroz kuchsizroq bo'ladi. Uni operativ xotirasi UFS 2.2 bu sekinroq bo'ladi, lekin 12 GB gacha operativkasi bunda ham mavjud. Lekin Mi telefonda qo'shimcha kart sloti bo'lmaydi, ya'ni telefon o'zini 128 yoki 256 ko'rinishda o'sha bo'yicha qolinadi. Xotirasi ya'ni kengaymaydi. Xo'p, o'yinlar, og'ir ilovalar uchun Samsung biroz yaxshiroq ishlaydi. Demak, Exynos 1580 kuchli bo'ladi Redmiga nisbatan. Redmi bo'ladigan bo'lsa, kundalik vazifalarga juda yaxshi, lekin og'ir o'yinlarda biroz qotib qolishi mumkin. Siz telefonni ko'proq o'yin o'ynash uchun yoki og'irroq narsalarni ishlatmoqchi bo'lganingizda, botdagi battleda ham Samsung telefoni g'olib bo'ldi. Kelinglar endi kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak. Kamerasi bu telefon tanlayotganda juda ham muhim funksiyalardan bittasi, chunki biza bir kunda bir necha ming yoki bir necha 10 ta suratga olishimiz mumkin. Bu bizning qaysidir ma'noda ishimizga ham bog'liq bo'ladi va shunga o'xshash joylari bo'ladi. Kelinglar, kamerani birinchi bo'lib har doimgidek Samsungdan boshlaymiz. Samsung A56 asosiy kamerasi 50 megapiksel bo'ladi. 12 megapiksel ultra wide deydi, ultra keng burchakli va 5 megapiksel makro linzasi bo'ladi. Oldi kamerasi bo'ladigan bo'lsa 12 megapiksel bo'ladi. Oldi kamerasi 12 megapiksel bo'ladi. Kunduz kuni rasmlarga juda ham yaxshi oladi, lekin kechqurun telefonda rasmga olganda ozgincha surkalib ketishlar kuzatilgan holatlari juda ko'p seziladi. Stabilizatsiya funksiyasi bor. Bu video syomka qilinayotganda juda ham kerakli bo'ladigan funksiyasi. Endi kelinglar, Redmi Note 14 Pro Plus modeli to'g'risida gaplashamiz. Bu asosiy kamerasi 200 megapiksel bo'ladi. 200 megapiksel. Tasavvur qilasizlarmi? 8 megapiksel ultra keng, ya'ni ultra shiroki va 2 megapikselli makro linzasi ham bor. Oldi kamerasi 20 megapiksel, ya'ni selfielar uchun juda ham ajoyib funksiya. Juda ham ajoyib sifat darajasiga yetkazib beradi. Kechasi va kunduzi Redmi telefonida olish ancha oson va ancha sifatli, ayniqsa kechasi surkalib ketish holatlari nisbatan kamroq bo'ladi. Uni pixel binding texnologiyasi zo'r ishlaydi. Agar ko'p telefonda rasmga olaman, video kamera ishlataman deydigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, 5-battleimizda Redmi telefoni g'olib bo'ldi. Ya'ni kamera jihatidan Samsungdan ancha aqlli telefon. Kelinglar endi batareyka va zaryadlash to'g'risida gaplashadigan bo'lsak. Batareykasi ikkalovini ham sig'im darajasidan bir-biriga juda ham yaqin. Samsung A56 5000 mAh batareykasi bo'ladi va odatda 45 vatli tezkor zaryadga olgan taqdirda sotib oluvchi o'rtacha taxminan $35 atrofida pul ustiga sarf xarajat bo'ladi. Bu 5000 amper bir kun uchun o'rtacha ishlatadigan odam uchun bemalol yetib beradi va 45 vatli zaryadkada taxminan 1 soat telefon zaryadga 0 dan 100 gacha oladi. Kelinglar, Redmi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, Redmi'ni batareykasi Samsungga nisbatan ozgincha ko'proq 5110 mAh bo'ladi va o'zi bilan videoni boshida aytib o'tganimdek 120 vatli zaryadkasi o'zi bilan keladi. Bu telefonni taxminan tayyormisizlar, hurmatli video tomoshabinlar, 20-25 daqiqada 0 dan 100 gacha to'ldirib qo'yish xususiyatiga ega. Avtonomiya jihatdan ikkita telefon bir-biriga teng, lekin Redmi'ni zaryadlash tezligi Samsungga nisbatan 3 barobar tezroq, taxminan 3 barobar tezroq. Bu yerda hamma uchun kerakli bo'lgan funksiyasi, ya'ni zaryadlash bitta katta plus bu Redmi telefoniga. Zaryadlashda Redmi telefoni yutdi.
Kelinglar endi dasturiy ta'minot qo'llab-quvvatlashi to'g'risida gaplashamiz. Hurmatli video tomoshabinlar, dasturiy ta'minot haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi bo'lib Samsung A56. Bilasizlar, bundan oldingi videolarimizda juda ham ko'p ta'kidlab o'tganmiz. Samsung telefonni Redmi'ga nisbatan ancha uzoqroq muddatga sizlarga bemalol xizmat qilib beradi. Ishlab chiqaruvchi tomonidan 6 yil va'da berilgan telefon qotmay ishlab berishiga yangi chiqayotgan obnovleniyalar telefonni qotirmaydi. 6 yil buni Samsung kompaniyasining o'zi va'da bergan. Xuddi shu ko'rsatkich bo'ladigan bo'lsa, Redmi telefonida 3 yil bo'ladi. Ikkalovi bir-biridan farqi shunda bo'ladi. Hurmatli video tomoshabinlar, sizlar telefonni qo'lingizga olib uzoq vaqt ishlatmoqchi bo'lgan taqdiringizda sizlarga Samsung telefoni yordam beradi. Video tomoshabinlar, kelinglar telefonni tashqariga chiqib videoga, rasmga olamiz. Buni o'zingizlarni ko'zingizlar bilan ko'rgandek qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Video tomoshabinlar, mana ko'rib turibsizlar, oddiy rasmga olish ketma-ketligi ikkalovini bir-biridan farqi. Aytib o'tganimizdek, ikkalovida rasmga olish farqli va Redmi telefonida bu narsa ancha aqlli tarzda ishlangan. Aytib o'tgandek, asosiy kamerasi 200 megapikselli bo'ladi. Qarab yaxshilab ko'rishinglar mumkin. Ikkitasi ham o'ziga yarasha yomon olmayapti, yaxshi olyapti. Lekin baribir menga ko'proq Samsungdan ko'ra Redmi'ni olish ketma-ketligi yoqyapti. Chunki ko'rinib turibdi, Redmi'da rasmlar tezroq obработка qilinyapti va ishlanyapti. Mana o'zingizlar ham ko'rishinglar mumkin. Samsung telefonida qanaqadir kechqurun bo'lishiga qaramasdan rasmni juda ham yorqinlashtirib yuborgan, lekin Redmi modeli Redmi'da bo'ladigan bo'lsa, bu narsa ancha tabiiy ko'rinishga ega bo'lib qolingan. Kelinglar endi kameraga olishni ko'radigan bo'lsak, videoni tanlab olamiz. Ikkalovida ham mana videoga olish kechqurun ketyapti syomkasi. O'zingizlarni ko'zingizlar bilan baho berib ko'rishinglar mumkin. Ikkita telefonni ikki xil joyda o'zgartiraman. Kimga qaysi biri ko'proq yoqayotganini kommentariyada qoldirib ketinglar. Qaysidir ma'noda syomkaga agar yorug'likni ko'proq xohlaydigan bo'lsanglar, Samsung telefoni ancha yorqin tarzda yetkazib beryapti. Lekin tabiiylikni ko'proq xohlaydigan bo'lsanglar, Redmi telefoni ko'proq tabiiy qilib yetkazib beryapti. Demak, hurmatli video tomoshabinlar, xulosa, eng asosiysi baribir har bitta odam telefon tanlayotganda asosiy qadamlardan bittasi telefonni narxlariga keladigan bo'lsa. Demak, hozirgi kunda Malika bozorida Redmi telefonimiz 8 ga 256 si $380, Samsung telefoni bo'ladigan bo'lsa 8 ga 256 si $400. Kelinglar endi xulosa o'rnida nima degan bo'lamiz? Xulosa o'rnida Redmi telefoni bu o'yin uchun juda ham mukammal. Zaryadkani quvvatlantirish juda ham tez va asosiy kamchiliklardan bittasi uzoq muddatga qo'llab-quvvatlash, ya'ni telefonni uzoq muddat xizmat qilib berishi, qaysidir ma'noda qotmay xizmat qilib berishi Redmi'da ancha pastroq. Samsung telefoni uzoq muddatga xizmat qilib beradi, qo'shimcha karta sloti mavjud va telefon tez ishlashi Redmi telefoniga nisbatan, ya'niki katta o'yinlarni bemalol ko'tara olishi. Hurmatli video tomoshabinlar, quyidagi xulosalardan siz o'zingizga kerakli to'g'ri xulosani chiqarib olasiz va bundan oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek, siz bozorga borayotganingizda har doim qaysi telefon aniq olishingizni oldindan bilib borsangiz, bozorda birovning gapiga uchib aldanib qolmaysizlar. Hurmatli video tomoshabinlar, yuzda yuringlar, yuzga kiringlar, shamuzni har doim ko'rib boringlar. Biz birgamiz qo'llab-quvvatlab turinglar. Talab, taklif, isteklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentlarda yozib qoldirishinglar mumkin.